Biz hozir ekspertiza jarayonidamiz. Klinika faoliyat yo'nalishiga jarrohlik ixtisosligini ham qo'shmoqchi. Hozir tibbiyot tashkilotlari litsenziyalash akkreditatsiyalash markazi ekspertlari ekspertiza jarayonini olishga kelishgan. Jarayonlarni ichkaridan jonli kuzatamiz. Ushbu klinikamiz hozirgi kunda amalda faoliyat ko'rsatayotgan klinika. Endi hozir bu klinikaga qo'shimcha ixtisoslik qo'shilyapti. Operatsionniy yo'nalish bo'yicha ginekologiya hamda urologiya bo'yicha. Klinikada ikkita operatsionniy blok tashkil qilingan. Birinchi va ikkinchi operatsionniy blok kvarts lampalar bilan jihozlangan. Faqat bu joyda bitta muammo borki, asosan pol qismiga e'tibor berasiz. Standart bo'yicha moyka bilan jihozlash kerak. Operatsiya lampasi bor, operatsionniy stol bor. Lekin minimal talab bo'yicha urologiya, ginekologiya ixtisosligi bo'yicha hozir jihozlaringiz bilan jihozlanmagan. Guvoh bo'lganimizdek, ekspertiza jarayonida bir nechta kamchiliklar aniqlandi. Operatsiya oldi xonasida o'rnatilgan qo'l yuvish chig'anoqlari sanitariya talablariga javob bermaydi. Garchi chig'anoqlar elektron boshqariladigan jo'mraklarga ega bo'lsa-da, ularning o'lchamlari foydalanish uchun qulay emas, ya'ni juda kichkina. Steril tibbiy anjomlar saqlanadigan xonadan operatsiya xonasiga maxsus darcha, uzatish oynasi tashkil etilmagan. Operatsiya oldi va operatsiya xonalarining ta'miri qoniqarsiz holatda. Masalan, pol kafillarida yoriqlar mavjud. Operatsiya xonasida minimal talablarga muvofiq jihozlar to'liq ta'minlanmagan. Operatsiya va jonlantirish xonalarida ovoz va video yozib olish imkoniyatiga ega kameralar o'rnatilgan bo'lishi litsenziya talablari va shartlari sirasiga kiradi. Bu klinikada esa ushbu xonalarda kameralar o'rnatilmagan. Aniqlangan shu kabi kamchiliklar asosida tibbiy faoliyat uchun litsenziya olish arizasiga rad xulosasi berildi va yuridik shaxsga 30 kun muddat ichida kamchiliklarni bartaraf etib qayta ariza topshirish huquqi tushuntirildi. Qayta murojaat qilinganda tadbirkordan ariza uchun takror yig'im undirilmaydi. Yangi ariza topshirilgandan so'ng u 5 ish kun davomida ko'rib chiqiladi va markaz tomonidan qayta ekspertiza o'tkaziladi.